Single responsibility principle, ya'ni yagona mas'uliyat tamoyili qisqa va lo'nda. Yagona mas'uliyat tamoyili solid tamoyillarning eng birinchisi hisoblanadi. Unga ko'ra, klass yoki modulni faqat bittagina javobgarligi bo'lishi kerak. Ya'ni klass faqatgina bitta ishni bajarishga mas'ul bo'lishi kerak. Bunga misol tarzida invoice klassini oladigan bo'lsak, agar invoice klassimizning ichida masalan save to database, calculate, total, print degan metodlari bo'lsa, bu klass single responsibility principle tamoyilini buzayotgan hisoblanadi. Chunki uning ichida 3 ta ish bajarilyapti. Ham invoice ni umumiy jami narxi hisoblanyapti, ham undagi ma'lumotlar eksport qilinyapti, ham u print qilinyapti. Buni to'g'rilashlik uchun biz buni 3 ta klassga ajratishimiz kerak bo'ladi. Masalan, invoice calculator, invoice repository va invoice printer degan klasslarga ajratsak, SRP ni buzmagan bo'lamiz. Ya'ni bunda har bitta klassni bittagina mas'uliyati bo'ladi.